Endi o'zimizning Xorazmdan chiqqan bobokalonimiz haqida sizdan ma'lumot so'rasam bilasizmi? Bemalol aytamiz, bilamiz. Nimalarni bilasiz Jaloliddin Manguberdi haqida? Jaloliddin Manguberdini tarixda o'qiganmiz, qiziqqanmiz. O'zimizning ota-bobomiz Xorazmshohlar davlatida Mo'g'ullarni birinchi yengan sarkarda hisoblanadi. Mo'g'ullarni birinchi mag'lubiyatga uchratgan. Eron Gurjistonlarigacha bostirib borib, shu yerlarni Xorazmshohlar davlatiga qo'shgan buyuk sarkarda bo'ladi. Только biz dunyo taniydi Jaloliddin Xorazmshohni. Shunday. Xorazmshohlar davlati aytilganki, dunyoning 3dan birini Xorazmshohlar bosib olgan deyiladi vaqtida. Shu 11-12 asrlarda. Undan keyin Jaloliddin Manguberdi Aloviddin Muhammad Shohning o'g'li bo'ladi. Xorazmshohlar davlati u vaqtdan bo'ladi. Keyin Jaloliddin Manguberdi o'zi taxtga o'tirgandan keyin eng pik cho'qqisina chiqqan bo'ladi. Gullab yashnagan vaqti Eron Gurjistonlarigacha bostirib borib, shu yerlarni ham o'zimizni davlatimiz Xorazmshohning davlatlarinasini chegarasini qo'shadi. Shunday. Maktabda zo'r o'qigan ekansiz. Faxrlanamiz ota-bobomizdan. Ota-bobomizdan faxrlanamiz. Конечно. Jaloliddin Manguberdimiz bobomizning analari Aychichak xotun bo'ladi. Aychichak xotun Aloviddin shohning Turkmanistondan kelgan xotunidan bo'lgan farzandi bo'ladi. Va Aloviddin shohning analarining ismi Turkan xotun bo'ladi. Ular ham bilsangiz kerak. Hammasini bilamiz, o'qiganmiz tarixda. Xorazmda endi hamma joyda yaxshi dars o'tadi. Xorazmda bizda aynan tarixdan yaxshi o'tilgan. Tarixni o'qiganmiz, Xorazmlik bo'lib turib, Jaloliddin Manguberdi haqida bilmaslik bu uyat, haqiqiy uyat. Shu gap uchun bir like bosib, podpisatsiya bo'lib, kommentariyada yozib qoldiringlar, если что bilmagan narsalarimiz bo'lsa